Sen yoldaşım deb bakayım ki. İsit dadamdan sellerini bakkallara isit. Sizin dadanız mı ama dadam? 6. kısım Vafadar kelindi. Sen yoldaşım deb bakayım ki. Koşulsa dadan ne yapıp bakay. Lekin şu yoldaşım hazır şikirde kandak bula. Yolduşun koşulsa andın dadamda uyunga apamakçıma. Muşunumu gipim var da kıpıremse. Sen çok Ferhat, senin başka fikrin yok mu? Sen nimdisan şu aka? Bu oyunun beji sen boğanken özün qarakığı raka bu işini. Sen işkini nimdeydi ki dep meselesi hep bakantın. Dadamını bana ben bakama dep meydanga muşlaş tügül. Dadamdan öz onumu kaçırışı vatsa. İsit dadamdan sellerini bakkallara isit. Sen işkin dadamını bakama desen mi? Selleri dadamını her gün tutkuzup koymayayım. Dadam ne? Bana ben üzüm öge hep gidip bakama. Avaylığın dadam. Xotin tiz bol çay yapıyor dadam kakılıp gitti. Hem aklıma nazır. Durma avaylığın dadam. Tamak öpken gidip kalkak şey dadan çay içip hadi. Maqul bolam, maqul. Seni japağı sırıp koyduğum bolam, rahmet sana. Ya qay, onda deme dadam. Ben degan senin oğlun tutsam. Şunuğa rahmet demse. Aksice ben senin halından yaxşı xabar alamı dem canım dada. Eğer her vaqt qishingda turib, xizmetingda bo'la olgan bo'lsam, sen bu bugünkidek kunga qolmayding. Men balaning cho'ng turib, mas'uliyatimni yaxshi ado qilolmadim. Sening holingdan yaxshi xabar ololmadim dada. Fikirlarimga yaxshi tarbiya qilolmadim. Meni kechirgin. Hamma savallik menda. Yo'q, oğlum yo'q. Undaq deme. Sende günah yo'q oğlum. Bugünkidek kunlarni ko'rishim balkim pishonamga bitirib ketgan bo'lishi mumkin. Tamakni yeb olgin dada. Xudoon, sana bir gapni deydigan edim. Cho'ng oyda bu ahvollarning hammasini xabar topdim qachon. Inim degan qora yuz dadamning beshiga urib mushu holga akab qo'ydi. Helmo dadam vaqtida qutqizib o'lindi. Agar ozroq vaqt o'tib ketgan bo'lsa, dadamning yuzini ko'rmagan bo'lardik. Bu işlerin hamisinden ben haber taptım canım dadısı. Boldu, gönlümden yerim kılmamla. Şu taptığımda gönlümdeki yerim bulardım. Hozir dadamning ahvoli degandek yaxshi emas. Doktorning aytishicha dadam yaxshi kutilmasa, minosida qon to'silib qilish ahvoli ko'rilishi, hatto paraliz bo'lib qolishi mumkin ekan. Onam bo'lsa yo'q. Shuna sami demay dadamni uyga olib keldim xotin. Men balaning cho'ngi. Dadamning holidan xabar olishda men ko'proq kuch qatmasam bo'lmaydi. Shunga sen dadamni o'zingning dadisida ko'rib, ko'proq mehribonlikni yetkazishingni umid qilaman jonim xotin. Seni japaga sap qo'ydigan bo'ldim. Bu sizin nima deganingiz endi? İkimizin o'tirsa shundoq deyish ketamdi. Siz taxmini to'liq tushunmaydi ekansiz-da. Sizning dadangiz men ama dadam. Sizning dadangiz bo'lg'achlar biz ikkimiz to'y qila olgan. Sizdek bir vafadar, qaysar o'g'lini baxib cho'ng qilgan shu dadamizga meningmi cho'ng hurmatim bor. Siz bundan to'liq xotirjam bo'ling. Men cho'qim dadamning holidan yaxshi xabar olaman. Men cho'qim dadangizga o'zimning dadasidek kuyunib, holidan yaxshi xabar olaman. Dadam saqlaydigan ish bo'lsa, bir umr xizmatini qilishga rozi. Rahmat jonim xotin. Bu gaplaringni anglab, ko'nglim taxmi yurib ketdi. Seni qaytadan ko'rgandek bo'lyapman. Şu tapda hayacanlanganımdan sana ne diyişini bilemeyotma. Heras, yeni bir gap xotin. Bu uyda ikkimiz ishlaymiz. Balamiz bo'lsa kichik.
Bundaq əhval astida dadamın öydə yalğız Nima demoqchi bo'lganingizni tushundim dadisi. Siz har ikkimiz ishga ketsak, dadam uyda yolg'iz qiynalib qoldi deb ansirayapsiz, shundaqmi? Siz bundan qilchilik ansirashingizni hojati yo'q. Men bir necha kunlik ish o'rnimdan ruxsat so'rab, dadamning holini yaxshi xabar olsam bo'ldi emasmi? bu hayatımda sənlə ko'nglimni tushunsa canım xotin. Birdamda ichimga kirib chiqib bo'lsam ana. Lekin shirkatindagilar sana necha kunlik ruxsat beramo? Bundan ansirab ketmang. Oldi bilan ruxsat so'rab baxmamdi. Ahvol qarab ish ko'ramiz.